Nima savolinglar bor? Aytinglar, hammanglar gapinglar javob. Qora tuynilarga kelamiz. Endi qora tuyni tushuntirib beraylik. Qora tuynilar 80-yillargacha hech kim bilmagan nimaligini. Lekin qora tuynilar bo'lmasa ham bo'lmaydi. Qora tuynida o'zini o'rni bor. Galaktikalar shakllantirishda. Masalan, somon yo'li galaktikamiz bor. Mlечный путь ruschasiga. O'sha sayyoramizni galaktikamiz markazida juda katta qora tuyni bor. Qora tuyni bizni galaktikamizni chachinib ketishga yo'l qo'ymaydi. Shundan ham qora tuyni qanday deydi? Kerakli narsa. Qora tuyni agar mabodo oldiga bossanglar, raketalarga minib uchib bordinglar, qora tuyni bor. Vaqt to'xtab qoladi. Mana sizlar kichkinasizlar qora tuynining oldiga borib, boringlar 1 soat turdinglar, 1 kun turdinglar, sayohat qilib. Uyga qaytib kelsanglar, sizlarning o'rtag'inglar necha kirgan bo'ladi? Necha kirgan bo'ladi? 50 kirgan bo'ladi. Chol bobo bo'lib qoladi. Sizlar borib kelsanglar, sizlar bilan keyin o'rtag'inglar chol boboga aylanadi. Tushundinglarmi? Sizlar qora tuynining oldiga borsanglar, mana soat olinglar, mana chik bo'lib ekan soati. Qora tuyniga yaqinlashgan sayi vaqt to'xtashni boshlaydi. Vaqt to'xtab qo'yadi u yerda. Bizning yerdagi fizik qonunlar amal qilmaydi u yerda. Shuninglar qarib qo'yishga o'rtag'inglar qarib qo'ygan bo'ladi hammasini. Tushunarlimi? Keyin qora tuynini ichib ketsa nima bo'ladi? Boshqa zamondan chiqqan. Ha, zamon va makon. Ha? Bu yerda Amerika olimlari Hawking tomonidan nima qilgan, farazni o'tkazgan. U yerdan kelib ketsa, boshqa joydan chiqishi mumkin. Boshqa zamonlardan, boshqa olamlardan, masalan, dinozavrlar yashagan zamondan chiqib qolishlari mumkin. Tushundinglarmi? Shu qadar uzoq yulduzlarga borib turib ham, masalan, 65 million yorug'lik uzoqlikdagi yulduzlarga borib, teleskopda yerga qarasanglar, yerda nimalar ko'rasizlar? Dinozavrlarni ko'rasizlar. Chunki biz ko'rib turgan narsa hammasi o'tmish bo'ladi. Quyoshimiz ham o'tmish. Quyoshga qarasanglar, 8 minut oldingi yashab o'tgan quyoshni ko'rasizlar bordi. Tushundinglarmi? Haqiqiy quyoshni ko'rmayapsizlar hozir. 8 minut oldin yashab o'tgan quyoshni ko'ryapsizlar. Masalan, tasavvur qiling, quyosh yo'qolib qoldi o'zi. Bizga ko'rinib turaveradi. Nimaga? 8 minut uni yorug'ligi 8,5 minutga yetib keladi yer sayyorasi. Shuning uchun bizga ko'rinib turaveradi. 8 minutdan keyin yo'q bo'ladi. Shu qadar uzoq yulduzlar bor. Bu yulduzlar hattoki o'lib ketgan, yo'qolib ketgan bo'lsa ham nur sochib turibdi. Tushundinglarmi? Shunaqangi qiziqarli narsalar bor.